Sizlar so'radinglar yana do'ppi yasaymiz. Bugungi do'ppini yasashni bilmasangiz ham yasolingiz. Oson. Bandoni olamiz. Unga shunaqa uzunligini 18, kengligini 13 sm qilib chizib olib, shunaqa tomonlarini tenglab, tomchi shaklida kesib olamiz. Do'ppini yon qismini buklovda ko'rsatilgan shaklda, tepa qismi 25, past qismi 28 qilib kesib olamiz. Materialga dazmol bilan yopishtirib olamiz. Endi oddiy pistolet kley bilan shunaqa chetlarini yopishtirib chiqamiz. Chetiga astarni ham shunaqa yopishtirib qo'ydim. Endi shu qismini qo'lda tikib birlashtirib olamiz. Keyin do'ppimizning yon va tepa qismlarini kleyda birlashtirib olamiz. Oson qoidasiga amal qilib shunaqa tayyor metrajlardan yopishtirib chiqamiz. Men tepa qismiga shunaqa toshdan ham qo'shdim. Juda kam vaqtlarni oladigan go'zallik. Shu bilan bu turkcha do'ppimiz tayyor. Shu uslubda boshqacha formalar, boshqacha bezaklar bilan sinab ko'rsa ham bo'ladi. Fikringizni izohlarda yozinglar. Yana qanaqa qilsa bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, men bundan xursandman.